Assalomu alaykum. Men IV terapiya olishga keldim. Yozilgan shunga. IV'dan oldin maxsus check-upimiz bor. Qon analizlari va ultratovush tekshiruvlari. Shulardan o'tasiz va javoblar bilan birga kirganingizdan so'ng maxsus anketamiz ham bor. Anketamizni to'ldirasiz. Har bitta savollarga javob berib, shulardan so'ng biz sizga individual bo'lgan protokol tuzamiz va IV'ni boshlashimiz mumkin. Nimaga o'zi IV olishga qaror qildim? Menda charchoq bo'lyapti-da. Ya'ni bu narsa men o'sha vaksinatsiya qilishimga yordam beradi. Albatta, analizlaringizga qarab nima kamchiliklaringiz borini to'ldiramiz. Shu anketamiz oxirida eng muhimi biz uchun IV terapiyada nima qutularingiz bor, protokolimiz tugagandan so'ng shu qutularga erishdingizmi? Shularni keyin ham belgilab boramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. IV terapiya olish uchun analizlar topshirmoqchi edim. Aha, Men sizga ko'rsatib boraman. Assalomu alaykum. assalomu alaykum. Yaxshi olibsiz? Sal topshirishim kerak. Ha, keling. Bo'ldi. Analizlaringiz bo'ldi. Ertaga obeddan keyin tayyor bo'ladi. Qanday ko'ramiz, o'rtalarim aytgandek rostdan ham sirazu ta'sir qilarmikan bu IV terapiya?